Oshirma karamli mantilarni kim yaxshi ko'radi? Yoqtiradiganlar bitta yurakchani qizartirib keting. Golubtsi qilganimizda karam ortib qolsa, ertasi kuni bizda shu taom deydi. Ha, aytgancha buni asl nomini bilganlar kommentariyaga yozib keting. Biz bungacha xamirini tayyorlab turamiz. Iliq suvga tuz, shakar, dro'jja solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keragicha un solib, qo'lga ozgina yopishadigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Ustini salofan bilan yopib 1 soatga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun qozonga yog' solib, piyoz solib qovurib olamiz. Keyin go'sht yoki qiymani solib, yaxshilab qovurib olamiz. Maydaroq to'g'ralgan karam, tuz, tomatni solib yaxshilab qovurib olamiz. Xohishga ko'ra pripravali solishingiz mumkin. Karamni yaxshilab ezilgach, sovutgani olib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni bir mushlab olib, 16 ta teng bo'laklarga bo'lib olamiz. Men xamiri yupqaroq bo'lishini yaxshi ko'raman. Shunga zuvolachalarni kichikroq olaman. Xohishga qarab o'zingizga yoqadigan qilib zuvolachalar olasiz. Keyin qo'lingizda yoyib, ichiga nachinkasini solib, videoda ko'rsatilgandek qilib tugib olasiz. Tagini yog'ga botirib, mantiqasxonlarga terib olamiz. 30 daqiqa pishirib olamiz. Pishgach, dasturxonga issig'ida markavcha, ketchup va mayonezlar bilan tortamiz. Yeganlarga rahmat, pishirganlarga ming rahmat. Yoqimli ishtaha.